Yordam beringlar. Keladiganlar, kelmanglar, bu yerga qiynalasizlar. Ahvol juda og'ir. Yetishdan Naburot bizni orqaga qaytarmoqchi bo'lyapti. Iloji bo'lsa yordam beringlar shetdagilarga. Brat, молодец. O'g'il bolalar ayollarga. Aka masha. Ayollarga bergan erkaklar qochinglar. O'g'il bolalar kunimizni ko'ramiz. Faqat ayollarga. Ayollarga bering faqat. Assalomu alaykum barcha do'stlarim, birodarlarim. Sizlardan bitta iltimos. Mana shu videoni tarqatishlarini so'rab qolaman. Nima sabab? Ko'rib turibsizlar, chegarada. Yana chegara mavzusi. Chegaraga odam nihoyatda ko'p to'plangan. Iloji boricha mana shu videoni maksimal darajada tarqatinglar. Iloji bo'lsa o'zlaringning kanallaringga qo'yinglar. Oramizda blogerlar bor. O'zlaringning kanallaringga qo'yinglar. Hech qanaqa qarshiligim yo'q. Faqat Rossiyada ishlab yurganlarga foydasi bo'lsin ozgina. Uyga ketaman deya turganlarga. Ko'rib turibsizlar chegaradagi ahvolni. Shunaqangi og'ir ahvolda. Imkoniyat yo'q ularni olib kirib ketishga. Faqat to'g'ri tushuninglar. Aziz vatandoshlar, O'zbekistonga ketaman deb harakat qilayotganlar. Chegaralar hamma yer bekik. Hamma joy bekik. Ochilmadi. Diqqat bilan eshiting. Ochilmadi chegara. Har xil gapga ishonmang. Masjidlarda ochilar ekan desa ham ishonmang. Agar o'sha chislarda ochiladigan bo'lib, haqiqatdan bo'lsa, o'zimiz xabar beramiz. Yoki qandaydir o'zimizning blogerlar bor. Yaxshi xabar beriladi. Bir kishi gapirdimi, ishonmang. Iloji boricha ishonmang. Mana ko'rdingiz ahvolni. Bilet olish mumkin ekan, charter reysiz ham ketsa bo'lar ekan deydi. Ko'rdinglar mana. Ko'pchilik bilet oldi. Nima bo'ldi? Tasdiqlanmagan ahvolga bilet olindi, to'g'rimi? Ko'pchilik oldi. O'zida o'zi ichida. Tasdiqlanmagan dokument bo'lishi mumkin. Reys qo'yilishi mumkin deyilgan. Reys qo'yiladi deyilmagan. Ko'pchilik bilet oldi. Aziz vatandoshlar, yana bir bor takrorlayman. O'zbekistonga ketadigan insonlar bo'lsa, harakat qiling. Chegaraga bormaslikka. Agar ish joyingiz bo'lsa, ozgina ma'lum miqdorda ishlab turing joyingizda. Yeb ichishingizga imkoniyatingiz bordir. Yuvinib taranishingizga imkoniyatingiz bor. Chegaradagilar bo'lsa, ichadigan suv bor hozir men sizga. Kechqurun bir vatandoshimiz telefon qildi. Bilmayman nomerimni qaydan olgan. Shunaqangi o'rlanib ketganini gapirib berdi. Mayli, men eshitdim. Sizlarga aytib berishimni iltimos qildi. Ichadigan suv bor. Ichadigan suv, ozgina qandaydir salfetka, vlajniy salfetka deydimi? Ashnaqa yoki nimadir material topsa, halgina ozgina namlab turib, bet qo'lni yuvib, aptini netib yuribdi. Tushunyapsizlarmi? Cho'lda. Qayda bo'ladi imkoniyati yuvingani? Ayting. Qayda bo'ladi? Hech qayda bo'lmaydi.
boshingiz shu ahvol shuni xohlaysizmi? Ular ham ochiladi deb turib umid bilan borgan. Afsuski, yolg'on xabar uchun shu yerda to'planib turibdi. Og'ir ahvolda yotibdi. Nechtadan nechtasi. Mingtadan oshib ketdi. Odamlar yana borishda davom etyapti. Aziz vatandoshlar, ozgina o'ylang. Yosh bolamassiz. Bir kishi qo'lingizdan yetalab ketdik desa ketavermang. U deytizki, yoshingizdan o'tkazsiz. U yosh bolaligingizni qo'lingizdan yetalasa ketavergansiz. Hammamiz ham. O'zimizni fikrimiz, o'zimizni qarorimiz bo'lsin. Birov ketdik desa ketavermang. Hech kimga tilamayman. Shu ahvolda bet qo'lini yuvib, attinim yetib, endi suv yo'q edi. To'g'rimi yuvingan? Mayli hojatxonasini bir amalab ozgina material topib, ozgina chuqur qo'ylab, 4 ta qozoq bilan qilib olgan. Tushunyapsizmi? Mayli salfetka, bumaga, bu narsasi bordir. Yeb ichgani o'sha yerdagi yo'ldan o'tib turgan qandaydir moshinalar, o'sha yerga yaqin bo'lib turganlar, imkoniyati borlari tashlab o'tib ketyapti. O'zingiz ko'ryapsiz. Qanchalik og'ir ahvolda. Yerda homiladorlar bor, kasallar bor. Juda qiyin ahvolda ishsizlikdan qaytib ketayotib turganlar bor edi, to'g'rimi? Ko'rishingiz mumkin. Juda ahvol og'ir. Ertaga shu ahvol sizni boshingizga tushmasin. Iloji boshiga tushmasin. Hech kimning boshiga tushmasin. Bular ham mayli borib qo'ydi. Iloji yo'q, orqa qaytay desa ish joyi yo'q. Ishsizlikdan dakmitdan to'g'rilolmagan, ketayotib turgan bo'lgan. Dakmit to'g'rilay desa imkoniyat yo'q. Hatto Moskvada ham tarqalyapti odam ishsizlikdan. Kimni ish joyi aniq bo'lsa, yotog'i, yeb ichgani, hamma joyi yaxshiroq bo'lsa, harakat qiling. Yana ozgina vaqt chidashga. Qozog'iston mayli qo'yib boraman degandir. O'zbekiston olib kiraman demadi hali. Tushunyapsizmi? Mayli Qozog'iston bir amallab odamiylik vijdon bilan o'tkazib boraman dedi. Balkim degandir. O'tkazib borar. O'zbekistonda hamma joy to'la, tushuninglar, aziz vatandoshlar. Sizlarni ko'rib yurak ezilyapti, tushunyapsizlarmi? Manaqdagilarni yuragi ezilib ketyapti. Ozgina sabr qilinglar. Sizlarni ham boshlangan shu ahvol tushmasin desanglar, harakat qilinglar, ozgina chegaraga bormay turinglar. Endi sizlarni zo'r ahvolda kutib olmaydi hech kim. Itga xor bo'lyapti, ko'ryapsizlar. It ham unchalik xor bo'lmaydi. Hozir magazinga boray desa, magazinga bora olmaydi. Yoki u bu narsa qilay desa, qila olmaydi. Faqat yo'lovchidan u bu narsa bersa oladi, yo'q bo'lsa yo'q. Ko'rib turibsizlar, qanaqa ahvolda bo'lyapti turgan. Sabr qilinglar. Faqat sabr. Tushunasizlar, faqat sabr sizlar. Hammamizga sabr bersin. Kimdir o'ylaydi, to'planganimdan qo'yib yuboradi deb. O'tkazib yubormaydi, harakat qiling. O'zbekistonga qaraganda Qozog'istonda kasallik ko'p, tushunyapsizmi? Mayli, o'sha ahvolda ham qo'yib yuboraman deydi. O'zbekistonda karantin zonalari to'lib yotgan bo'lsa, sizni qayga qo'yadi? Yo o'zingizni uyingizga joylab qo'yadi. Bir hisob-kitob bilan o'ylaydi. Sal diplomatik o'ylaydi. Yosh bo'lmasizlar. Kimdirlar aytyapti, mana shu vaqtda ochilgan chegara. Oldin ochilsin. 1-2 reys ketsin. Keyin ishoninglar.
Misol men ham hozir mana shu kuni ochilar ekan desam, sizni ham men ishontirib qo'yaman. Menga unaqa narsa kerak emas. Yolg'on xabar kerak emas. Faqat reys ochilsin. Qandaydir yo'l ochilsin. 2-3 reys O'zbekistonga qatnasin. O'shandan keyin sizlar harakat qilinglar. Ozgina o'ylanglar. Yosh bolamasizlar. Mana shu vaqt ochilar ekan, mana shu sizlarda ochilar ekan desa, tap etib bilet olib yo yo'lga chiqib olmanglar. Yosh bolamasizlar sizlar. O'zlaringni o'ylang bo'lsin. O'zlaringni fikrlaring bo'lsin. O'sha ayol telefon qildi soat 1:30. 1:30. Iltimos bizga yordam beringlar deyapti. Men nomerimni qaydan olgan bilmayman. Bilmayman qaydan olgan. Nima xizmat desam, mana shunaqa chegaradamiz dedi. Xo'p, nima xizmat desam, iloji boricha vatandoshlarimiz kelmasin deydi. Tushunyapsizlarmi? Vatandoshlarimiz kelmasin deyapti. Mayli biz bir amallab chidarmiz deyapti. Nima bo'lsa ko'rarmiz deyapti. Faqat bizdan keyingi bizga o'xshab qolmasin deyapti. Bizdan keyingi odamlar bunaqa qilib bizga o'xshab to'planmasin deyapti. Kelmasin deyapti. Bizni yuvinishimiz, yeb ichishimiz, hatto hojatxonaga ham borishimiz muammo deyapti. Tushunyapsizmi? Ozgina tushuninglar. Haligi yerda mayli pul moldan nimadandir yordam beramiz deb aytsam, bu yerda magazin yo'q dedi. Magazinga boraylik, bitta mashinani jo'nataylik desak, unga ham iloji yo'q, imkoni yo'q deyapti. Magazindan obuna sotib olish bo'lani umuman imkoniyati yo'q. Tushunyapsizlarmi? Faqat ko'chadan mashina o'tsa, endi ko'ngildan chiqazib berishi mumkin. Endi ulardan ham umid qilib bo'lmaydi. Faqat bitta iltimos sizlardan. Yana bir bor iltimos. O'zlaringni qiynaysizlar borganlaringni. Kim bo'lishlaringdan qat'iy nazar. Ish joyingiz yo'qmi? Harakat qiling tovushga. Bir kunlik kuningizni ham harakat qiling ko'rib turishga. Faqat chegaraga borib ahvolingizni og'irlashtirmang. Ko'rib turibsiz, minta 2 minta bo'lib ketyapti. 2 minta bo'lmasam tez orada 2 mintaga borib bo'ladi. Furani ko'rib turibsizlar. Furadagi odamlar nasl berib ketyapti. O'zimiz vatandoshlar. Tanjoni sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin ashlardan. Bitta ular emas, ruslar ham berib o'tib ketadi. Ash ahvoli ko'rsa. Xorlanib ketganini uzoqdan ko'rsa ham bo'ladi. O'zlaringni qiynamanglar, aziz vatandoshlar. Aziz vatandoshlar, o'zlaringni qiynaysizlar. Borganlaring bilan o'zlaringni qiynaysizlar. Betikda video jo'natamiz, yo'l ochib beradi deb ahmoq gapni o'ylamaydi. Ahmoq gapni gapirmaydi. Faqat u ahmoqona gap. Unaqa narsani o'ylamaydi. Kun issiq, yana ham kun bor. Issiq hozir. Havolarimiz issiq. Agar mana shu ahvol qishda bo'lganda nima bo'ladi? O'ylaysizlarmi? Qishda bo'lganda. Xudoga ming qatla shukr. Qishda bo'lmadi bu narsa. Faqat kun issiqda bo'lib turibdi. Mayli kun issiq ham mayli. Yomg'ir yog'ishi bor edi, kun issig'i bor. Palatkalarda yotibdi. Tushunyapsizlarmi? Palatkalarda. Bir ko'z oldingizga tasavvur qiling. Palatkada yotish oson emas. Uyda erkak bor, ayol bor, qizlar bor, bolalar bor, hatto homilador ham bor ekan orasida. Tushunyapsizlarmi? Juda og'ir ahvol. Ash ahvolga tushib qolmayman degan maqsadda sizlarga jonimiz achyapti.
O'sha xotinga nima kerak edi bu? Nima keragi bor edi kechqurun telefon qilishni? Qilmasa ham bo'lardi. O'zini jonidan o'tib ketganligi uchun telefon qildi. Mashinaqa ahvol. Mana shuni yetkazing dedi. Majburman. Mayli dedim, yetkazaman dedim. Maksimal darajada yetkazib beraman dedim. Va'dani oldim kechqurun. Orqalaringga qaytishni iloji yo'qmi desak, yo'q dedi. Kelib qo'yganmiz dedi. Qo'limizda pulimiz yo'q dedi. Hozir mayli orqamizga qaytdik deylik. Kvartiraga qaydan pul olamiz dedi. Ish o'rinini qaydan olamiz dedi. Dokumentimizga pulni qaydan olamiz? Dokumentimizni qaydan to'g'rilaymiz deydi. Nima qilaylik deyapti. Orqaga qaytaylik desa shuncha muammo. Oldinga yuraylik desa shuncha muammo deyapti. Qaysi tomonga yuraylik deb aytib o'tyapti. Tushunyapsizlarmi? O'zbekistonga o'taylik desa O'zbekistonning sharoiti mandaqa. Orqaga qaytaylik desa orqada bunaqa muammo. Iloji yo'q, ashida ma'lum miqdorda ma'lum miqdor vaqtda turishga majbur ular. Mayli orqaga qaytadigani qaytar. Nimadir qilib tanish bilish qilib turib orqaga qaytar. Ish joyi yo'q, dokumenti o'tib ketgan. Puli yo'q. Kasali bor. Ertaga operatsiyasi bo'ladiganlar bordir. Ular nima qiladi? Iloji yo'q, majbur yotadi. Kun issig'imi 30 gradusmi 40 gradusmi majbur yotadi. Iloji boricha bormayman chegaraga. Iltimos sizlardan bormayman. O'zlaringni qiynaysizlar. Shofirmisiz, boshqamisiz, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar bormayman. Iloji boricha shofirlar sizlarga ham alohida iltimos. Mana shu vaqtda chegara ochilar ekan desa ishonmaysizlar. 4 ta yo 8 7 ta odamni olib yo'lga chiqmaysizlar. O'zlaring mayli, o'zlaringni qiynaganlaring qoladi. O'zlaringni qiynaysizlar. Mana yo'lovchilaring bor. Ularni ham qiynaysizlar. Ahvol juda og'ir bo'ladi. O'zimiz xo'r qilib, o'zimiz sharmanda qilamiz. Tushunyapsizlarmi? Hech kim yosh bo'lamas bu yerda. Faqat to'g'ri fikrlashib o'rganinglar. Men sizlarga aqllilik qilish niyatim yo'q. Faqat hammaning o'z fikri bor. Iloji boricha shofirlar, iloji boricha bormaysizlar. Qachon chegara ochiladi, bitta ikkita reys o'tib ketadi. Ana shu joyda mayli sizlar ham harakat qilishlaring mumkin. Qabul qilamiz deganda. Qabul qilish tugur hozir boshqa fikr ham yo'q. Iloji ham yo'q, imkoniyat ham yo'q. Ozgina o'ylaydi. Ozgina sabr qilaydi. Nimadir qilib bo'lsa ham ozgina vaqtga ushlab turinglar. Odamni olib borib olib ana yerda o'zlaringga qo'shib, ularni ham qiynamaylar. Bilasizlar, juda ahvol og'ir. O'zlaringni qiynamaylar. Iltimos, mana shu videoni maksimal darajada hamma joyga tarqatinglar. Agar oramizda blogerlar bo'lsa, shuni skachat qilasizda, o'zingizning kanalingizga yuklashingiz mumkin. Hech qanday reklama yo u narsani qo'shmayman. Mana shundoq qilib o'zingizning kanalingizga xotirjam qo'yaveringlar. Hech qanaqa qarshilik bo'lmaydi. Faqat meni kanalimda bo'lsa, nechtadir odam ko'rar. Sizning kanalingizni undan ko'proq ko'rar. Yana undan ham ko'proq ko'rishi mumkin. Faqat ko'pchilik bilsin shu ahvolni. O'zini qiynamasin aholimiz. Aholimiz o'zimizga kerak. Hech qachon ko'chadan kelib yordam bermaydi biz aholiga. Iltimos tarqatinglar. Qanaqa messenjer bo'lsa, hamma joyga tarqatinglar. Odamlarimiz qiynalmasin. Xor bo'lmasin ko'chalarda. Aziz vatandoshlarim, barchaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.